bunday bir mushtaqgina Bozorboy degan bolacha chiqdi, ko'rdingizmi? Ana 1000 so'm pul bering akajonlar deganmi? Ha, tilanchilik qiladigan bola bu. Xo'sh. Shuni uyi. Yo'g'i? Ha, qo'ni-qo'shnilar odam pazar qilib, uni uyiga qarab tuxpatilaka deb o'yin qilib ketadilar. Sharmanda qilyapman. Shunga bet sotib ketaymi deb turibman. Yomon sharmanda bo'lyapman. Qo'ni-qo'shni oldida necha yillik tajribam, qariyb 50 yilga yaqin. Lekin 1000 so'm bering deb Bozorboyda qilib qo'ygan uchastkasini qarang. Qariyb 50 yillik tajriba bilan ahvolni qarang. Bu nima degan gap bu? Nodir Lo'libomi? Ha. Ha? Ha. Repertuari yetib qolmasdan kam bo'lib qolibdi-da. Bozorboy bilan o'tkazib berdi. Bozorboyga aytdi, konsert o'tkazib bering degan ekan, Bozorboy o'tkazib yubordi konsertni. Egamon bu saxiy bola chiqdi bu bola. Sizni itam so'ragani yo'q. Ha? Sizni itam so'ramayapti. Ishonasizmi, qora mashinlarda kelib, oq mashinlarda ketadi. Har kuni har xil mashin. Innomarka, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, mashinaqa mashinlardan. Men Damas'ga qo'l ko'taraman, olib ketmaydi. Shunga qilib qo'yadi, to'ladi. Yomon sharmanda bo'ldim bak. Ana, gapimni isbot. Mana yana bittasi to'yga aytib keldi. Bozorboy! Bu odamlarga nima bo'lyapti o'zi?